Mana bu Cobalt avtomashinasini olib qo'yganmiz. Bunga kuni kecha yangi kompressor bostirganlar, jondirgan kerak etib. Yangi kompressor bilan bosgan bilan ish bitmaydi. Necha marta aytganman, usul tanlashga adashmanglar. Ya'ni yangi motorchani ichini qap-qara qilib tashlaganlar. Oldindagi radiatorlar suturishga bergan. Ichi dabdala bo'lgan. Bularga e'tibor berib, sistemani tozalab, yangi motorchani qo'yish kerak bo'lmas. Yangi motorcha ham endi brak bo'lgan. Mana trubkalar ahvoli, ichi to'lib yotibdi buni. Buni holatda yangi motorcha qo'yib, zapravka qilishingizni tavsiya bermaymiz. Usul tanlashga adashmang. Hamma narsani brak qilgan, hamma narsani qaytadan taxlaymiz. Motorchani ham boshqa oladilar. Bir kun ham ishlamagan motorcha. Yangi motorcha qo'ydi degani ishladi degani emas. Siroli qilib taxlab keyin qo'yish kerak. Mana salon konditsioner pechkasi ham bitta bo'lgan ekan. Buni ham ochib almashtirib ishlarni chiroq qilib bitirib beramiz, yangi qo'yamiz. Mana olib qo'ygan Cobalt avtomashina bilan ishlarni chiroq qilib bitirdik. Konditsionerlarni qo'lni oldim, ustanovkada bo'ldi. Ishlarni tozalab, oldindagi radiator, konditsioner motorchani yangi qo'yib ishlarni chiroq qilib bitirdik. Ikkinchi marta qilishimiz, bitta motorcha уже brak bo'ldi, bitta xato qilingan ish uchun. Agar qalay ishimizdan rozimisiz? Ishlashlar yoqdimi? Lekin qaror qilsa ishlaganingizga yo'q, maslahat beraman, kelinglar. Ustoni farqi bor ekanmi? Farqi katta ekan. Bitta motorchani qo'ydirdik, kuydi. Mana usta qaror qilsa ishlab. O'sha uchun yangi motorcha qo'ygan bilan ish bitmaydi. E'tiborli bo'linglar. Yangi motorchasi ketib qolsa, yangi motorchani qo'ydirib ishni zapravka qilaman, ish bitadi deb o'ylamanglar. Ehtiyot bo'linglar. Sistemani tozalash kerak. Shuna. Salomat bo'ling. Yaxshi kunlar, uzoq bo'lsin.